1991-yil sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Amerika bilan Sovetni markaz qilgan sovuq munosabatlar urushi og'irlashdi. Kapitalizm bilan sotsializmning kurashida kapitalizm g'alaba qozondi deb qaralgan edi. Ammo oradan 30 yillar o'tganda bu urushning iqtisodni markaz, texnikani tayanch, ideologiyani yetakchi qilgan yangi shakldagi sovuq munosabatlar urushiga aylanayotganligi ko'rilmoqda. Tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan sovuq munosabatlar urushi davomlashmoqda nomli maqolada dal mushu masala tahlil qilingan bo'lib, davr o'zgarsimi kommunizm, natsizmga o'xshash ideologiyalarning mohiyat jihati o'zgarmaydiganligi, Rossiya bilan Xitoyning buning eng ro'shan misollari ekanligi ko'rsatilgan. Amerika Princeton universiteti professori, tarixchi va tadqiqotchi Stephen Katkin yozgan bu maqolada Rossiya bilan Xitoyning tarixda va bugunmi G'arbga qarshi birlik safni buzmaganligi, Sovet ittifoqi yemirilgan bilan Rossiyaning cho'ng davlat g'oyasining saqlanib qolganligi va Xitoyning Rossiyaning o'rnini olishga urinib, yangi sovuq munosabatlar urushini kuchaytirayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Avtorning qarashicha, garchi Stalin va sobiq Sovet ittifoqi yo'qolgan bo'lsa-mu, Stalinning arvohi va buyuk Rossiya g'oyasi Vladimir Putin davrida qayta tirilgan. Sobiq Sovet ittifoqining jahongirlik g'oyasi va g'oyat zo'r qurollariga varislik qilgan Vladimir Putin 2022-yil 2-oyda Ukrainaga hujum qilgan va g'arb ellarining tomirini tutib boqqan. Bu xuddi Stalin 1939-yil Finlandiyaga hujum qilganda Amerika boshliq g'arb ellarining inkosini sinab boqqanga o'xshaydi ekan. O'tgan yil Rossiyaning hujumga uchragan Ukraina 1950-yil Shimoliy Koreyaning hujumiga uchragan Janubiy Koreyani eslatadi ekan. U chaqdimi kommunizm lageridagi Sovet ittifoqi bilan Xitoy Amerika boshchiligidagi g'arb ellariga birlikda qarshi turgan. Avtorning qarashicha, Yevropa aqart sharkitining vakillaridan biri bo'lgan Walter tarix takrorlanmaydi, balki insonlarning xuy-payli takrorlandi degan. Stalin va Mao Zedongga o'xshash kommunist diktatorlar kommunizmni dunyoga hokim qilishni g'oya qilishgan. Amaliyotda bu ideologiya orqali jahonga hokim bo'lishni tushungan. Vladimir Putin bilan Xi Jinping mo cho'ng davlat g'oyasi orqali xalqaroda mutlaq nufuz tiklashni orzu qilishgan. Ammo ularning oldidagi eng cho'ng to'salg'u Amerika Qo'shma Shtatlari bo'g'di uchun o'zaro hamkorlashish yo'lini tutgan. Amerika ularning o'rtaq dushmaniga aylangan. Chunki Amerika insonlikqa ofat kommunizm va uning muqarrar natijasi bo'lgan mustabidlikni rad qilib, demokratiya va erkinlikning insonlar bugungacha erishgan buyuk siyosiy natija ekanligini dunyoga namoyon qilgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor kommunist diktatorlarning saxta e'tiqodi haqida mundaq deydi. Putin bilan Xi Jinpingning hech qaysi kommunizmga emas, balki huquq ishindi. Qurol kuchidan foydalanib, huquq tutalaydiganligi ishindi. Bugun Xi Jinping o'zini kommunizmga ishinaman deyapti. Ammo u Xitoyning va o'zining kuchayishi uchunla shundoq qiladi. 1979-yilda Xitoy Kompartiyasi Vyetnam kommunistlariga qarshi urush qilgan. Huquqni kommunizmdan ustun qo'ygan edi. Turkiya Hacettepe Universiteti dotsenti, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi Xitoy bilan Rossiyaning Amerikaga qarshi siyosiy va iqtisodiy hamkorligi bog'liqini, ammo buningmi vaziyatga beqib o'zgaradiganligini bildirib mundaq dedi. Ikki davlat ideologiya jihatda do'stlikni o'rinlagan bo'lsa-mu, ammo davlatning manfaati o ideologiyadanmi muhim deb ko'gli bo'ladi. Hamda hozirgi Xitoy Mao Xi Jinping bilan Putinning orasindami bir xil ideologiya bo'lsa, bu ideologiyami shu g'arbningki qimmat qarashlariga qarshi hamda demokratiyani xohlamaydi, inson haqlarini qo'g'dashni xohlamaydi, bo'lsa buning aksichisini qiladi. Misolga Xitoyningki Sharq Turkistonda ilib borgan zulmlardek. Bularningki Amerika va shundaqla g'arb davlatlarining dunyoninki ustida nüfuz qazanishini xohlamaydi. Bir xil qutupluq dunyo emas, ko'p qutupluq dunyo deb o'tirib chiqyapti. Undan boshqa Rossiya bilan Xitoyning orasida misolga energiya munosabati quyuq, tijorati muboh va bo'libmi harbiy jihatdagi tijoratlar muboh, burun texmi quyuqdi. Shuningga bu ikki davlatning orasida ba'zi o'rtaq manfaatdan tufayli, ya'ni davlatningki asos manfaati, ya'ni yadro manfaati o'xshash bo'lib qolg'achqala birlikda harakat qilyotdi. Agarda kelgusida bu tampunlik, hozir men degan tampunliklar buzilsa, balki Xitoy bilan Rusning orasidagi munosabatmi bunchalik yaxshi bo'lib ketmaydi balki.
Shuningga bu vaqtincha bir yaqinlik munosabati deb tushunsak bo'ldi. Avtor Stephen Katkin maqolasida mundaq deydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Amerika bilan Yevropadan, shundaqla NATOdan yordam talab qilishi butkul g'arb dunyosini harakatga keltirdi. Chunki Ukrainada hujumga uchragani yolg'iz bu davlatning tuproqi va egilik huquqi emas, balki demokratiya va erkinlik qimmat qarshi edi. Bu hujumning oldida Vladimir Putin bilan Xi Jinpingning cheksiz do'stlik o'rnatishi, o'z vaqtida Stalin bilan Mao Zedongning kommunizm g'oyasi orqali dunyoga hokim bo'lish, mustabidlik bilan jahongirlikni dunyoviy iqim qilishga urinishiga o'xshaydi. Nihoyat ularning maqsadi amalga oshmadi. G'arb dunyosi ularni to'sib qo'ydi. Ukrainaliklar ayni vaqtdagi finlandiyaliklarga o'xshash o'zlarining egilik huquqi va izzat g'ururini saqlab qoldi. Tarixdagi bu parallel taraqqiyotga nazar solganimizda Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi bilan sobiq Sovet ittifoqining, kapitalizm bilan kommunizmning, demokratiya bilan mustabidlikning kurashi texi oyoqlashmadi. 1991-yil Sovet ittifoqi parchalangan, Berlin temi yiqilgan, Sharqiy Yevropadagi sotsialistik davlatlar kommunizm lageridan qutulgan bo'lsa-mu, Xitoy, Shimoliy Koreya, Kuba, Venezuela qatorliq davlatlar o'z mavjudligini davom qilib kelmoqda. Xitoy kommunistlari qisman shakl o'zgartib, Amerikaning yordami bilan kuchlangandan keyin yana asliga qaytib, g'arb dunyosi uchun eng chong raqibga, hatto sobiq Sovet ittifoqidan murakkab va xatarlik dushmanga aylandi. Sovet davridagi buyuk Rossiya tushidan voz kechmagan Vladimir Putinmi Xi Jinping bilan ittifoq qurib, g'arb dunyosiga qarshi safga qaytildi. Bu vaziyat siyosiy analizchilar tomonidan yangi sovuq munosabatlar urushi deb ataldi. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor apandi bu haqda mundaq deydi. Bugun Rossiya bilan Xitoy ideologiya, iqtisod va harbiy jihatdan hamkorlashmoqda. Biroq bu o'g'ri qaroqchilarning sherikchiligi bo'lib, manfaat ustida birlikka kelalaydi. Shunga bu ikki davlat orasida uzun muddatlik ishonch yo'q. Rossiya Xitoyning eng oxirida dunyoning xo'jasi bo'lishga aldirayotganligini biladi. Rossiya energiya eksportida Xitoyga borgancha beqinib qolsa, Sovet imperializmi tushini yo'qotadi. Xitoy u o'tirida foyda oladi. Amerikadagi analizchi Gordon Chang apandimi bu haqda ko'z qarashini bildirib, mundaq dedi. China's cooperation with Russia is not ideological. Vladimir Putin and Xi Jinping think of the world in different terms, but now they believe that their interests coincide. Xitoy bilan Rossiyaning hamkorlashishi ideologiya jihatdan emas. Vladimir Putin bilan Xi Jinpingning dunyoga qarshi o'xshamaydi. Biroq hozir ular manfaatlarining bir ekanligiga ishonadi. Ular Amerika va erkin dunyo tartibini o'zlarining dushmani ko'radi. Bu xil qarash ularni Amerika va Amerika vakillik qilayotgan hamma narsaga qarshi yangidan shakllangan rezillik guruhiga aylantirdi. Bu guruhda ularning Shimoliy Koreya va Ironga o'xshash a'zolar bor. Dunyo hozir tez suratda parchalanyapti. Ammo prezident Bayden buni e'tirof qilmayotdi. Chunki e'tirof qilsa yangi sovuq munosabatlar urushini yoki koni sovuq munosabatlar urushining davomini e'tirof qilgandek bo'lib qoladi. To acknowledge the division would be to say that there is a new Cold War, or as some think, a continuation of the old one. Maqolada ko'rsatilishicha, navbatda Koreya yarim oroli yanıla bo'linma holatda. Xitoy yanıla kommunist davlat. Xitoyning maqsadi demokratik Tayvanni egallab, uni cho'ng quruqlikdagi mustabid kommunist hokimiyatga qaytib o'tish. Osiyo qit'asidan boshqa rayonlardagi davlatlardami Amerika va boshqa g'arb ellari tashabbus qilayotgan g'oya bilan qarshilashadigan xilma-xil ideologiya va siyosiy tuzumdagi davlatlar mavjud. Eng chataq yeri sovuq munosabatlar urushi qurolli urushga aylanib ketsa, dunyoni vayron qiladigan yadro qurollari tahdidi mavjud. Doktor Erkin Akram apandining bildirishicha, ba'zi analizchilar Amerika bilan Xitoyning hozirgi munosabatini sovuq munosabatlar urushi deb atashni muvofiq ko'rmaydi ekan. Ikki davlat o'rtasidagi to'qinish texnik kuchayganda ondan buni sovuq munosabatlar urushi deb atashga bo'ladi ekan. Amerika Xitoy arasındaki bu munosabatni yangi tipdagi bir xil sovuq urush deb tunishtiryapti ama ba'zilari deydi bu sovuq urush shu o'z vaqtida, ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin asta-asta maydonga kelgan bu xil urush shu davrga xos bo'lishi lozim. Shuningga bu hozirgi davrninki Xitoy Amerika arasındaki bu xil urushni boshqa bir ism, bir hukm ishiltish lozim deb deganlama bor. Ammo bir narsa shu aniq, ya'ni yangi yuksalgan bir kuch
kona hegemonya güçke meydan okuyadı. Mevcut hegemonya güç yani esas Cihangir güç o yükselip gelgen güçnün özüge meydan okuşunu halamaydı ve ornunu tatqız koyuşunu mu halamaydı. Bu cihette şu Harvard'nınki profesörü Ellison'ınki bir kitabı var. Xitay Amerika arasında bir can bulamı deydiğen bir kitap var. Bu kitapta hazırkı men degen şu yeni yükselgen güç mevcut Cihangir devletke meydan okuş. Ellison'ınki kitabında 16 xil ahvalını köstüktü. 16 xilinin içinde 12 xili canla tüygende hem de meydan okuşla. Yani bir cette iki devletninki soğuk uruşu tığı yukarı bir pəlnigi tığı kəmidi. Əmdə tığı başlavadıdı. Tığı soğuk canınki o çok sığı tığı kep olmağın bir xil Amerika-Xitay münasibeti var hazır. Aptor bu maqalası degene mundaq dep yazgan. 90-cı yıllardan keyin dünya özgerdi. Texnika yığınlıqları bilen billa dünyanın siyasi qurulmasida özgürüşler boldu. Yavru Asiyadagi 3 qadimiy davlat bo'lgan Xitoy, Iran va Rossiya sarxillari o'zlarini g'arbga tava deb qaramadi. Xitoy dunyo savdo tashkilotiga kirgan bo'lsa-mu, uning qoidalariga amal qilmadi. Bundaq ahvolda Xitoydan siyosiy tuzilmasini o'zgartirishni kutish ahmoqonalik edi. Rossiya mu g'arbdan foydalangan bilan oxirgi hisobda iqtisodiy kuchini g'arbga zarba berish uchun to'pladi. Xitoy aslida sobiq Sovetning do'sti ham g'arb davlatlariga qarshi qo'llangan siyosiy sheriki edi. Hozir Rossiya Xitoyning Amerika va g'arb dunyosiga qarshi qo'llanayotgan sherikiga aylandi. Bu ahvol Xitoyni Amerika bilan muqarrar to'qinishadigan, hatto urushadigan vaziyatga olib bordi. Amerikadagi siyosiy analizchi Anders Korepmandi 2017-yil Forbes jurnalida demokratiya bilan mustabidlikning yangi so'g'oq munosabatlar urushi nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, Xitoy bilan Rossiya boshchiligidagi mustabid kuchlarning Amerika va g'arb ellariga qarshi mustabidlik iqimi shakllantirayotganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Anders Korepmandi radiomizga yo'llagan inkosida mundaq deydi: Reagan va Gorbachev davri Amerika va demokratiyaning talaylik davri edi. Endi biz bundaq davrdan kutilmaymiz. Biz endi Sovet ittifoqidan yedigar va kuchli dushman bo'lgan Xitoyga taqabul turish uchun nihoyat aqlli bo'lishimiz kerak. Stephen Katkin so'g'oq munosabatlar urushi davomlashmoqda nomli maqolasida mundaq tahlil yurgizdi. 80-yillarda Amerika prezidenti Reagan bilan Angliya bosh vaziri Thatcher xonim erkin bozor egiligi davrini boshlab gullanganda Xitoymi bu iqimga qo'shilib o'zini kuchlantirib oldi. 10 yillik gullanishdan keyin solchilar o'zini roslab oldi. Amerika prezidenti Bill Clintonning Yangi demokratiya partiyasi bilan Angliya bosh vaziri Tony Blairning Yangi ishchilar partiyasi sanaga chiqdi. Xitoydagi sotsialistik bozor egiligi yangi taraqqiyotlarga erishdi. 1991 yil sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin so'g'oq munosabatlar urushi oyoqlashdi. Erkin bozor egiligi kommunizmni vayron qildi deb qaragan Amerika vaziyatni xato mo'ljarlab bir qator diplomatik xatoliklarni o'tkazdi. Buning ichida Xitoyga munosabatlik xatolik eng cho'ng bo'ldi. Amerika siyosatchilari va mutafakkirlari kommunizm bilan bo'lgan ideologik raqobatning oyoqlashishi bizga foydali deb ishondi va Amerikani g'arb dunyosining asosiy deb qaramaydigan bo'ldi. Aslida g'arb bir jo'grafiyalik hukm emas, balki demokratiya, xususiy mulk, qonun tuzum, echib etilgan bozor va fikr erkinligi qatorliq bir yurish siyosiy tuzum va qimmat qarashlarining to'plami edi. Avstraliya, Yaponiya, Koreya, Tayvan va boshqa nurg'un joylarmi bunga tava edi. Maqolada aytilishicha, Xitoy kompartiyasining o'zgarmaydigan mustabidligi, johilligi va hiligarligi Hong Kong masalasida ro'shan ifodalangan. 1945-yil Yaponiya taslim bo'lgandan keyin Amerika Yaponiyaning qo'lidan tortib olgan Hong Kongni Angliyaga elib bergan. 1949-yil Xitoy Qizil armiyasi Kuomintangni mag'lub qilgan bo'lsa-mu, Amerikaning tishiga tegmaslik uchun Angliyaning qo'lidagi Hong Kongga teganmagan. Tayvanga ham besib kirolmagan. Faqat 80-yillarda Amerika Xitoy munosabati yaxshilanganda Deng Xiaoping Thatcher xonim bilan Angliyani 1997-yil qaytarib olganga kelishadigan. Deng Xiaopingning islohoti davrida Hong Kong kommunist Xitoyga chet eldan mablag' kirgizish koridori bo'lgan. Keyingi vaqtlarda Xitoy iqtisodining taraqqiy qilishi va xalqaro bozorga kirishida Hong Kongdagi bir xalqaro pul muomala markazining bo'lganligi cho'ng rol o'ynagan. Sobiq Sovet ittifoqining 80-yillarda xarablashib ketishidagi sabab bir jihatdan uning Xitoydagi islohot olib boramaganligi, yana bir jihatdan Hong Kongdagi alohida iqtisodiy rayonining yo'qligidan bo'lgan. Xitoy Hong Kongni qaytarib olgandan keyin Deng Xiaopingning
bir davlatda ikki xil tuzum bo'lish siyosatini ijro qilib, Hong Kongga ma'lum darajada avtonomiya, demokratiya va erkinlik bergan va buning 2047-yilgacha o'zgarmaydiganligiga va'da bergan. Ammo Xi Jinping buni buzib tashlab, Hong Kongning boyligi, avtonomiya huquqi va erkinligini tortib olgan, qarshilik qilganlarni bosib olgan. Mana buningdan Xitoy Kompartiyasining tub mohiyatidan aytganda, G'arbga va demokratiyaga qarshi ekanligini, ojiz chaqda G'arbdan foydalanib, kuchlanganda G'arb bilan qarshilashadiganligi va ularning qimmat qarashini dafsana qiladiganligini, diplomatiyadami sovuq munosabatlar urushini davomlashtiradiganligini ko'rib olib bo'ladi ekan. Doktor Erkin Akram Amerika va G'arb ellariga xiris qilayotgan Xitoyning amaliyotda faqat zo'ravonlik vositalariga tayinib, jon saqlayotganligini o'tirg'a qo'yib, mundaq dedi. Shu davlatlar orasidagi munosabatlar har doim manfaat munosabatlar. Agarda urush jidal bo'lsa, shu manfaatni talashib urush jidal bo'ladi. Siyosiy, iqtisodiy, tijorat, xavfsizlik har sohada bir ustunlikni qo'g'dayman deydi davlat, ammo qolgan boshqa davlat buningki qurib chiqqan tuzumni, sistemni buzib, o'zininkini qurib chiqaman deydi. Shuningga bu Amerika Xitoy orasidagi bu xil munosabatmi shundoq bir manfaat to'qinishliq munosabati deb tushundirsak bo'ldi, ammo to'qinishliklar har doim bo'ldi, ammo qanday hal qilish chetda uslublar yomon ko'p bo'ldi. Hozirgi Xitoyningki tutgan yo'li shu Amerikaga meydan o'qish, taqobil turish. Buningki oqibatiga kelsak, Amerika va uningki ittifoqdosh davlatlarni qo'shgan vaqtida Xitoydimi kuchli bir kuch o'tirib chiqdi. Qolgan g'arb davlatlarininki tuzumlari bir seviyada muqimlashib bo'lgan, ammo Xitoyninki ko'rinishda muqim bo'lgan bilan bu muqimlikmi shu partiyaningki qo'lidagi harbiy soqchi, turma degandek ashuna vosita ashunda bismning ostida tutgan bir xil muqimlik. Shuningga bir yer kelgan chog'da patlab ketsa, Amerika Xitoyninki muqimligimi tugaydi. Ammo g'arb davlatlarda bu demokrasiya tuzumda aşı jidal dardlar bo'lsa, aşı demokrasiya uslub bilan hal qila oladi. Xitoyninki tuzumi jatdan Amerika va g'arb davlatlari bilan selishtirg'il bo'lmaydi. Shuningga Xitoyninki ahvoli texmi xatarli hamdi. Maqolada mundaq deyilgan: Stalin 2. Dünya urushi mezgilida Şinjandagi musulmon bilgunchilarni qo'llagan. Ammo u 1949-yil Xitoy Kompartiyasiga yordam berib, ko'plagan Xitoylarni bu rayonga ko'chirishga ilhom bergan. Xitoylar 5% dan 30% ga ko'payib, Xitoyning bu rayonni kontrol qilishini ilgari surgan. 2020-yilga kelganda Xitoylarning nufusi 42% ni egallagan. BDT 2018-yil e'lon qilgan dokladga qaraganda, Xitoy hukumatı 1 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiyalash va majburiy emgak lagerlariga qamagan. Kommunist Xitoy hozir Tibetdan Turkmanistongacha bo'lgan keng zaminni Ichki Osiyo deb atab, bu yerdagi harbiy kontrollikni davom qilmoqda. Xitoy yana buninglik bilan qolmay, qalaymoqonchilik ichidagi Pokiston bilan birmiga qo'l so'zmoqda. Avtorning bu maqolada bergan tarixiy uchurga qaraganda, 1945-yil Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilish arifasida Angliya bosh vaziri Churchill Amerika prezidenti Rooseveltning Xitoymi cho'ng davlat rolini o'ynashi kerak degan fikrga qaynab ketgan. Chunki u Xitoyning butun qilganlari ko'z bo'yamchilik deb qaragan. Amerika 1945-yildan 1948-yilgacha Gomindanga 8 milliard dollar yordam bergan. Gomindan qismlarini tarbiyalagan. Ammo bularning hammasi ko'pikka aylangan. Mao Zedong Xitoyni olgandan keyin Amerikani dushman ko'rgan. Amerika bilan Xitoy munosabati normallashib, 40 yil o'tgan bugungi kunda Xi Jinping mo Amerikani dushman ko'rishga boshlagan. Maqolada mundaq deyiladi: Stalin Amerikaga qaraganda Xitoydan bek ansiragan. U 1953-yil o'lgandan keyin Xitoy kommunistlari 3-Dünya ellarida zo'migarlik talashgan. Analizchilar ayni chog'dagi Namrat Xitoyni Dunyo sudi tashkilotiga kirishga ilhomlantirgan Bill Clintonni ayblaydi. Halbuki Xitoyga alohida e'tibor berilgan davlat qatorida muomala qilgan Jim Carterni mo ayblash kerak. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi G'arb rahbarlarining endi o'shini tepsi kerakligini bildirib, mundaq deydi: Biden still hopes for cooperation from China. But whatever label one uses for this era, Prezident Joe Biden Xitoy bilan davomli hamkorlashishni umid qiladi. Ammo kishilar bu davrni nima deb atsin, hozir dunyo 5 yil ilgirki dunyo bilan o'xshamaydi. Xitoy bilan Rossiyaning har ikkisi ojiz davlat. Ularning katavashlari ojiz.
Ammo bu ular ustunlik qozonolmaydi deganlik emas. Amerika va G'arb davlatlari qaytadan dast turib, erkin dunyo tartibini ham o'zini qo'g'dimasa, qabohatli kuchlar bu qatim ustunlik qozonishi mumkin. Rossiya g'aljirlashdi. Xitoymi pat yaqinda g'aljirlashidi. Shunga hozirgi vaqt nihoyat xatarli bir tarixiy paytdir. This is an exceedingly dangerous moment in history. Maqolaning oxirida mundaq deyilgan: Jahongirlar kelib ketib tursa-mu, guruhlar davomli mavjud bo'lib turdi. Shundaq deyishga bo'ladiki, bugungi Xitoy natsist Germaniyasi bilan Yaponiya jahongirligi qo'llangan strategiyani qo'llanyapti. Vladimir Putin Rossiyani birlikka keltiraman deb yurayotganda, Shi Jinpingmi Xitoyni birlikka keltirishga aldirayotdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan dunyo tartibida 1979-yilda cho'ng bir burilish, 1989-yil bilan 1991-yil oralig'ida bir kichik burilish bo'ldi. Endi 3-cho'ng burilish Ukraina urushidan keyin belgilandi. Doktor Erkin Akramning bildirishicha, Ukraina urushi davom qilayotgan bu mezgilda Xitoy Rossiya bilan Ukrainaga ikki beslik siyosat qo'llanayotdi. Ukraina urushining natijasi Amerika bilan Xitoy munosabatiga cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin. Amerika bilan Xitoy kelgusida urushib qolsa, Amerika va uning ittifoqdoshlari nihoyat og'ir ziyonga uchrash badaliga Xitoyni yengib oladi. Bo'libmi hozirgi dunyodami, hamyerdami shu iqtisod masalasi bor. Xitoydami shu bo'lyotdi. Xitoyning o'z vaqtidagi o %12 iqtisodiy taraqqiyot ahvoli yo'q hozir. Ya'ni 12 emas, %2 taraqqiyotga tushib qolyotdi. Iqtisod yor bermagan vaqtida Amerikaga taqabul turishmi o'ng'ay emas hamda g'arb davlatlarga. Oqibati degan vaqtida shu g'arbliklar qozondigan bir ahvol ko'rinyotdi. O'tganda Amerikaningki CSIS degan bir aql ombirininki chiqargan bir dokladi bor. Ya'ni Amerika boshchiligidagi G'arb bilan Xitoy agarda jang ichib qolsa, Amerikaga ziyon bo'ladi, Xitoyga, ammo Xitoy tamoman yerimjon bo'lib qolib qoladi. Amerika va Yaponiya degandek davlatlar aranla Xitoyni yengib olgan bo'ladi va nurg'un odamlarning o'lganligini va nurg'un shu harbiy parxutlar, shu urush aeroplanlarning qanchalik tugab ketadigan hamini anglatgan hamda. Hozircha shuni deyalamiz hamda, agarda orasida bir jang bo'lib qolsa, shu Xitoy yeniladi deb tushunamiz hamda hozirgi butun sharoitga qaraganda.